ey Robbimiz Alloh, bizlarning gunohlarimizni kechirgin. Bizlardan avval o'tgan banda musulmonlarning gunohlarini kechirgin. Qarang, sabaquna bil iymon, iymon bilan o'tganlarni, bizdan avvalgilarni gunohlarini kechirgin. Va la taj'al fi qulubina ghillan. Ey Robbimiz, bizdan oldingi o'tgan mu'min musulmonlarga nisbatan qalbimizda g'illig'ash, adovatni uyg'otib qo'ymagin deyapti. Hozir ba'zi bir to'da badbaxtlar Imomi A'zamdek zotga g'illig'ashlik qilyapti-ya. Imomi Moturidiylik zotlarni adashganda g'illig'ashlik qilyapti-ya. Bu nimadan? Mana bu Qur'on oyatlaridan butunlay uzoqda bo'lganligidan Xudo aytayapti: "Ey Parvardigor, ularga nisbatan qalbimizda adovat uyg'otib qo'ymagin" deb so'ragin deyapti. Shayx hazratlariga adovat qilyapti. Vali zotlarga adovat qilyapti. Asl Qur'onga qarshi bu. Qur'onga, duoga qarshi bularni qilayotgan. Hamma ishi, hamma borayotgan faoliyati.